Assalomu alaykum, xayrli tong. Sizni sog'ligingiz o'sha qolib qoldimi? Har kuni erta bilan turib ishga borasiz, ishdan kelasiz, hayotingiz ish bilan o'tib ketyaptimi? Sog'ligingizni yo'qotyapsizmi? Ishlab sizni sog'lik yo'qotganingiz bilan ish boshchilaringizni ishi yo'q вообще. Shu uchun men sizga uyda o'tirgan holda, oilangiz bag'rida, ota-onangiz, bolalaringiz bag'rida o'tirib, ishlab daromad qiladigan bitta zo'r proyekt aytmoqchiman. Uni nomi Wefree. Ijtimoiy tarmoqlarda уже 7 yildan beri ishlanib kelyapti. 58 ta davlatdan xalqaro kompaniya bo'lganligi uchun 58 ta davlatdan natsiyani farqi yo'q, rusmi, o'zbekmi farqi yo'q. Hamma bir xil daromad qilib ishlashi, bir-biriga komanda kompaniya bo'lib yordam berib ishlashib kelishyapti. Agar sizga ham shu kompaniya qiziq bo'lsa, profilimda ссылкам bor, bo'lsin, Telegramga o'tadi, hammasini o'rgataman.